Bobur Mansurov hadeb reklama qilavermaydi. Biz ham reklama qilamiz. Alaysiz, yaxshimisiz? Zo'r, chotki. Zo'r chiqibdi, rahmat. Qarang. Sizga 3 ta savol beraman. Topsiz, men shuni beraman sizga. Topmasamchi. Topmasangiz ham beraveraman. Unda berib ber, savolsiz. Yo'q, savol berishim kerak. Ismi rasmini qilib qo'yishing kerak. IQ'ingizni bilib olishim kerak. Bo'ldi gap. Bu yil qovun darisi bilan. Bu yil endi kesa bilamiz. Kesa bilasiz. Hali bu yil kelgan yo'q-ku, hali men bu yil tugayapti, o'sha qish tugayapti. Qishda qovun darisi bo'lmaydi-ku. Yo'q, qarang, bu mantiqiy savol. Qovun darisi bo'ladimi bu yil? Yo'q. Nega? O'sha qishda qatdan qovun darisi bo'ladi? Aytaymi? Ha. Topolmadingiz. Aha. Mayli, birinchi savolga ko'z yumamiz. Xo'p, yumka. Hech qachon, mana. Ha. Hech qachon qovun darisi bo'lib qolmaydi aka. Ochaveraymi? Bo'ldi, ochaver. Bo'ldi. Aha. Birinchi javobingizga ko'z yumdik. Gap yo'q. Keyingi savol. Ketdi. 1090 ga o'rni qo'shamiz. 1090 10. Aka, sizga ko'p gapirib o'tirmayman oldin. Ana, zaslujilmi? Ha. Ukam. Bo'pti. Mana bugun Xudo xolasa bizga Farg'onaga sifat shirinliklarini ambasadori ukamiz kelgan. Uka, eng asosiysi obrazingiz yoqdimi? Ha, zo'r. Syomka qilib qo'ydilar. Ricky Martin qilib qo'ydi. Ukam sifat shirinliklarini hammalaringga tavsiya qilamiz. Bobur Mansurov hadeb reklama qilavermaydi. Biz ham reklama qilamiz. Ukam, eng asosiy stil, ishlaringga, ijodlaringga omad. IQ'im necha ekan endi? Einstein aqlliroq ekansiz. Tak. Biz aytib qilib beraman. Tanjon hisobida sifat shirinliklari.